Bilasizmi, ba'zan Alloh taolo insonga Qur'ondagi so'zlar bilan emas, balki birgina nafas, biz ola olmaydigan nafas bilan eslatma qiladi. Bir voqeani aytaman. 78 yoshli kishi Saudiya Arabistonida charchoqdan hushidan ketib yiqilib qoladi. Shifokorlar uni tezda kasalxonaga olib borishadi va 24 soatlik kislorod ulashadi. U sog'ayib chiqadi va shifokor uning qo'liga hisobni beradi. Unda 2000 riyal yozilgan bo'ladi. 24 soat uchun 2000 riyal. Qariya buni ko'rib, ko'zidan yosh chiqadi va yig'lab yuboradi. Shifokor qariyani ko'rib, "Yig'lamang, men o'zim to'layman" deb aytadi. Lekin qariya javob beradi: "Men pulim bo'lmagani uchun yig'layotganim yo'q. Men butun umr davomida nafas olib kelganim va Alloh bergan bu ne'mat uchun hech qachon bir tiyin ham to'lamaganim, 78 yil davomida har bir nafasim bepul bo'lgani va kasalxonaga kelib 24 soatlik 2000 riyal bo'lgani. Xo'sh, Allohga men qancha qarzdorman?" Xona jimjit bo'lib qoladi. Hatto shifokorning o'zi ham ko'z yoshlarini to'xtata olmaydi. Biz har doim minglab nafas olamiz, lekin ba'zida birgina alhamdulillah deyishni unutamiz. Yuramiz, ko'ramiz, eshitamiz, lekin bu ne'matlarni bergan Allohni unutib qo'yamiz. Tasavvur qiling, agar Alloh har bir yurak urishi uchun, har bir ko'z pirpirashi uchun va har bir nafas uchun pul olganida biz qodir bo'larmidik? Ehtimol yo'q. Shuning uchun to'xtang, chuqur nafas oling va alhamdulillah deng. Chunki Alloh yana bir nafas olish ne'matini berdi.